Görülmen dostlar, tamaşadan dostlar, körüvatqanınlar Şinjan Televizya Stansiyası, Axbarat Universal kanalı Edebiyat Sanat bölüm bilen Şinjan Uçur İyilik Çeklik Məsuliyyət Şirketi, Şinjan Liniyası Torbekti həmkarlış başqırıvatqan Nava programısı. Tövəndə biz bilen həmkarlaşqan orunun məsulü, yani Şinjan Uçur İyilik Çeklik Məsuliyyət Şirketinin baş direktori Nicat Necimdin efendimle söz berişik təklif qılımız. Seni Nicat efendim, merhamet. Şükepsiz. Nicat bugün Nava programımızın tuncu sanı sürat geliniyotudu. Şu tapdaki təsiratınızı anlap bakımız var. Assalamu alaikum. Nava programımızı Nahmaydandaki tamaşbıllar. Assalamu alaikum. Televizor aldıdaki görürmenler. Yaxşımsızlar. Bugün Şinjan Televizya Stansiyası, Axbarat Universal kanalı ve Şinjan Uçur İyilik Çeklik Məsuliyyət Şirketi birleşip uyuşturgan Nava programımızdaki tuncu sanı kan dostlarla yüz görüştü. Nava programımızı cemiyetimizdeki sanatkarlar ve şu naqsha sanatga qiziqqanlarga yangicha bir sahna tayyorlashni maqsad qilgan. Şirketimiz Atnur rayonidagi uçurlashtirish ishlariga o'zining bir kichik hissasini qo'shib bilan bir vaqtda davomliq Atnur rayonimizdagi har qaysi millatlarningki madaniyat ishlarining taraqqiyoti uchun o'zining bir kichik hissasini qo'shishga tirishdi va bundan keyin bu uchun texmo ko'plab har xil faoliyatlarni o'rlashtirishga shart-sharoit yaratib berdi. Rahmat. Rahmat Nicatga. Bundan keyin hamkorligimizning davomli ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshimiz. Rahmat sizga. Rahmat. Ko'ryapsizlar, Nava programmasi. Nava programmasi jamiyatimizning taraqqiyot ehtiyojiga mos holda yo'l qo'yilgan bo'lib, bu sahna sizning naqshi musiqa jihatdagi talantingizni joriy qildiradigan, sizni to'nitadigan yaxshi sahningiz. Nava sahnasi san'at beg'imizdagi navokash bulbullarimizning ehtiyojiga mos holda hozirlangan bo'lib, san'at sohasidagi izlanish ro'yiga boy, tirishchan yoshlarni qo'llash va ularning o'z qobiliyatini namoyon qilishida ko'rik rol o'ynaydi. Yangicha shakl, rangdor mazmun, lirik naqsha va o'tliq kuylardan tashkil topgan bu Nava programmamiz naqshi musiqa jihatda yoshlarga bilim berish, yetaklashni asosiy maqsad qilgan bo'lib, nodir san'at meroslarimizni qezib sahnaga elib chiqib, uni davriga moslashtirish. İlgar medeniyetlerini qabul qilib, nodir medeniyetlerimizni saqlab qolish jihatida muhim rol o'ynaydi. Cho'lpon bo'lish istiginiz Nava sahnasida reallikqa aylangusi. Uzluksiz tirishish, izlanishingiz orqali yaratgan natijalarimiz, o'zgacha mahorat va yangicha qiyofatlaringiz Nava sahnasi orqali namoyon bo'lgusi. Nava sahnasi sizning, bizning, jumladan hammamizning qalb navasiga aylangusi. Xush ko'ra bir gul bo'lgan ekan, bunchasi texi ochilmagan. Shuncha xush ko'ra bir gul bo'lgan ekan, bunchasi texi ochilmagan. Papa
Töküp yapraq bulbulni aslan chekib to'prak ayrılğaç xuncha töküp yapraq bulbulni aslan